Assalomu alaykum. Bugun 6-may. Men Buloq filiali Bekos boshliq Husanov Xusravman. Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Andijon viloyati Buloqboshi tumani Uchtepa MFI 621-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerga sarimsoq piyoz ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar, uzunligi 400 metr, bo'yi 250 metr. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda hosil davrida ekinlarni yetishtirish 200-220 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 33 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 30 sotixdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Buloq Agrozamin 2022 MChJ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 10 tonna, jami 100 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.